Sochimga yaxshilab e'tibor beringlar, nima bo'lyapti? Qimirlayapti. Nimagidan dalolat bu? Hovlida shamol bor, odam yashash uchun qanaqa proyekt qulay bo'ladi. Mana bitta ko'rsataman. Ko'rasizlarmi? Bir etajli uy. Menga mana shundan zo'r yo'q deb aytardim. Hop, proyektini ko'rsataman. Hozirgi ko'rib turganinglar. Bu yoqda hammom, tualeti. Bu yoqda kichkina детский spalni. Bu yoqda katta bitta oshxonasi bor ekan. Jarayondagi joy endi mana holatlarga e'tibor bermaysizlar. Yo'q, kafirlarni terib chiroyli qilib qo'yadilar. Unda xolasi bu yoqda ikkita mana shunaqa xonasi bor ekanda. Bu yoq tarafiga ham kiramiz. Mana bu xonasi. Ikkita shunaqa xonasi. 5 xona. 84 ming dollar. Mana bu ko'rib turgan binolar Xonobod Avenue. Xonoboddagi quruvchilar metro bekatidan kirib kelganingizda mana bu Xonobod Avenue. Bu yoqda asfalt zavod bor. Bu yoqqa 39-poliklinikaga chiqib ketasizlar. Shunda ostanovkani to'g'risidagi ko'chadan 20 metr kirib kelsanglar, mana shu uyimizda sotilyapti. Bu yerda hammada qo'shnilar bor, egalari olib bo'lishgan. Bu uyimizda 2-3 sotuv 8 ga 29 metrga joylashgan 5 xona, oshxona, sanuzelari alohida, bu yerda yozgi oshxonalari bilan. Menga o'xshagan quruvchi egalar bitta uy olib sekin, chiroyli qilib maza qilib qurayotgan ekanlar. Shuning uchun hozir jarayonda avvalo bas raqamlarni qoldirib ketamiz. O'zinglarni qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilasizlar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.